Assalomu alaykum barchaga. Yana bitta hashamatli restoran oldiga palma daraxtlarimizni o'rnatib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yashil zonasiga hali fontanlar bo'ladi, ishga tushadi. Bu yerda har xil gullar, magnoliyalar. Restoran ham juda ham chiroyli chiqibdi. Nasib bo'lsa bu qator polni ustiga yana 10 ta palma ekiladi. Palmalarimiz haqida qisqacha ma'lumot. Razmeri 7 metr, barglarning soni 20 ta, naturalni palma yunglik. Mana bu ko'rib turganlaringiz 100% naturalni palma yunglik hisoblanadi. Eng full varianti, eng zo'ri. Zo'r to'yxonaga, zo'r restoranga, eng zo'r palmalarni o'rnatyapmiz. Mana bu kiraverish hisoblanadi. Kimga shunday palmalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Dizaynini chiqarib, chiroylisidan o'rnatib beramiz.